edamiz, shundaymi? Lekin sen kamondan o'q uzyapsan. Hoziroq kim ekanligingni ayt. Juda ham g'alati ekan. Soch ham libosi ham. Qo'lida esa kumush shamshir. Tiliga qaraganda u koreyalik. Rol o'ynayaptimi, nima balo? Nega ustida hanbok? Kimligimni bilmoqchi bo'lsang, avval o'zingni tanishtir, xo'pmi? Men o'rmon bo'yi baqirib keldim, nima eshitmadingmi? Eshitdim. Nima deding? Unda nega menga o'q uzding? Nima, aqldan ozganmisan? Yo'q, to'xta, iltimos. Kimsan o'zi? Buni ichida 1000 volt bor, tushunarlimi? Bu elektroshoker. Shoker deydimi? Agar qirol marosimda ishtirok etmasa, samolar uni la'natlar ekan va jazoni amalga oshirish uchun ayol ko'rinishda iblis yuborishar ekan. Yovuz ruh bo'lsa, insonmisan yoki arvoh? Yoki to'qqiz dumli iblismi? Aqli joyidami? Men hamma qatori oddiy odamman. Ayyor mavjudot. Arvohlar ham o'zini inson deb atashi mumkin. Aqldan ozgan jinni. To'xta. Mayli. Men oddiy odam emasman. Men Michelin restorani shefiman, tushunarlimi? Shef deydimi? G'alati kiyim va bachkana suhbat. Egnida esa shayton niqobi va liboslari. Arvoh ekaniga aniq. Gadoy arvohmi? Voy, duvdirmi bu? Ha, endi haddan oshding. Nima deding? Ha, balki kiyimim kirib bo'lganidan o'xsharman. Lekin bu o'rmonga yiqilganimda bo'ldi. Har holda seni ko'rinishingdan yaxshiroq. Nima? Sen siradingmi? Menga bunday gapirishga qanday hadding sig'di? Yo'q, xudoyim, qanday chaqiray? O'zingni oynada bir ko'rgin. Ha, sen aktyormisan? Film suratga olyapsizlarmi? To'g'ri, suratga olish shu yerda bo'lsa kerak. Qanday darama? Og'zingdan so'zlar chiqyapti-yu, lek ularni tushuna olmayapman. Shayton tili bo'lsa kerak. Ay, odamlarga otma, aqldan ozganmisan? Mayli, ot. Qani ot? Ot, ha, ot. Meni sumkam. Nima balo? Chindan o'q uzdingmi? Qo'lim qaltiraganga o'xshayapti. Bo'ldi, yetar. Hoy, qanotdan tush. Tush dedim. Menda taekvondodan qora belbog' bor. Tamom bo'ldim deyaver. Kela qol, arvoh. Zarba. Qanday omad, o'qlaring tugabdi. Men politsiyaga seni hujum qilganing uchun topshiraman, tushundingmi? Qardoshimning erini tutingan amakisining jiyani advokat bo'lib ishlaydi, bilsang. Qardoshingni erining tutingan amakisini jiyani. Bu deyarli notanish degani. To'xta. Yo xudo, senda hali qilich ham bormidi? Qaysi oila vakili ekanligini bilmadim-u, lekin ularni bari o'ladi. Xuddi hozir sen kabi. Yaqinlashma. Men elektroshokerim. Uning kumush shamshiri. Qanday hadding sig'di? Arzimas o'yinchoq ekanmi?